Oldingi shu 20 yil oldingi poligrafiya bozori bilan hozirgi poligrafiya bozori qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa yangiliklar bo'ldi? Вообще keskin o'zgarib ketdi. Oldin qiyin bo'lsa, hozir ancha osonlashib qoldida. Xohlagan odam ham bunga kichkina aytdingiz pul bilan ham, men bilmayman qancha kirsa bo'ladi, bemalol o'zini naqasida ola oladi. O'zini reshenasini bera oladi. Hozir Instagramni qidiring, masalan, qancha bolalar, qancha qizlar shuning ichida ishlayapti. Bu tirikchilik qiyosda normal. Lekin professional yo'lga qo'yaman siz, уже kattaroq tajriba kerak bo'ladi, kattaroq bazaga. Lekin kichkina narsa bilan kirsa bo'ladi, ha bu kirsa bo'ladi. O'sha faqat tirikchilik miqyosida bo'ladi. O'sha o'zingizni atrofingizda reshenasini bera olasiz. Xuddi mana pishiriq bo'yicha haligacha kichkina pishiriqchilar bormi? Bor. Keyinga egallar bormi? Zo'r. Buni zavod darajasiga olib kelganlar bormi? Bor. Masalan, Safiya misolida, to'g'rimi? Hammani ishi bormi? Hammani ishi bor. Xuddi shunaqa poligrafiyada ham xuddi shunaqa. Kichkina narsa chiqarib ham qilaverasiz. Lekin buni kattalashtirib desangiz, уже keyingi bosqichlarga o'taverasiz.